Mana ayni vaqti allergiyasi borlarga birodarlar bepulni aytaman, uy sharoitida mana domni tagida. Agar sizda allergiya bo'lsa, yo'tal bo'lsa, gemoroy bo'lsa, oyoqlaringizda shish bo'lsa, atyoklar bo'lsa, mana bepul birodarlar dom tagiga o'sib yotibdi. Mana shu yantog'ni mana pishgan payti bir osh qoshiqini 1 litrga damlab kun davomida iching, xudo xolasa, ichgan kuningiz ta'sir qiladi. Allergiyasi borlarning allergiyasini ko'zini yuvib oladi. Yo'tali borlarga yaxshi. Allergiyasiga yo'tali borlarga, bronxilni astma, gemoroy borlarga juda yaxshi yordam beradi birodarlar. Oyog'ida atyoki borlar, oyog'i shishayotganlarga, badanida suv yig'ilib qolganlarga juda yaxshi yordam beradi. Mana bepul domni tagiga o'sib yotibdi. Pishgan vaqtda do'stlaringizga jo'natib qo'ying, xudo xolasa foydali bo'ladi. Yantog' mana birodarlar, guli bilan bargini bir osh qoshiqni 1 litrga damlab kun davomida iching, xudo xolasa foydali bo'ladi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Allergiyasi bor va yo'tali borlarga jo'natib qo'ying, xudo xolasa. Tabiiy giyoh